Nargiz opa bir xilli mana shu harflarni ham nimaligini bilishmas ekan. Keyin shu narsani ham o'rgatib ketaylik. Hatto bitta signal chalishni o'rgating debdi-yu. Oldin mashinadan boshlab, keyin signal chalishni o'rgatamiz. Qarang, mana parkovkada turibdi. Bu to'xtab turibdi degani. Bo'ldi, parkovkaga qo'yasiz, uyingizga kirib ketaverasiz. Mana R ni orqaga. Orqaga yuradigan. Mana orqa уже yoqildi, ko'ryapsizmi? Bunda orqaga harakatlanib yurasiz. Neytralka u hech narsa, gaz bersangiz ham, mana misol uchun tormoz bersangiz ham yurmaydi. Bo'sh holatda turadi bu. U qachonki rushnoylarga qo'yayotganingizda o'shanda ishlatiladi. Hozirgi mashinaman BYD mashinalarda unaqa narsa ulada o'zi shundoq elektronniy. Ular shart emas. D ga qo'ysangiz bo'ldi. Faqat to'g'riga mana, to'g'riga yuriladi. D da. L u mexanika. Mana mana bu yerda ko'rsatyapti, ko'rasizmi? Mana 1, 2 yursangiz 2, 3 u ham bularga aniq bizga kerak emas narsa. Bo'ldi, to'xtadikmi? Ruchnoy, bo'ldi, mashina o'chiraveramiz.